Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 26-iyun 2025-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan Jamol akamizning granulyatorlar tayyor bo'ldi. Soatiga 30 kilodan 50 kilo 60 kilo chiqaradigan granulyatorimiz. Xo'p. Motorlarimiz 8 kilovat yozilgan, aslida 4 kilovat bo'ladi. 3 ming оборот, maskizatimiz, roliga aylanadigan 4 mm da chiqishi. Hozir buni ishlatib ko'rsatib beramiz. Yo'q. Mahsulotimiz makka, bug'doy, aralashma yem, har xil donlar, semichka, oqshaq, ko'chada sotadigan aralashma yem. Kepagi ham bor. Mana 4 mm da chiqishi, xohlasa preslari ham chiroyli chiqyapti mana. 209 ko'rsatyapti. Ovoz degan narsa yo'q. Ishlashi tekis, chiqarishi o'ta chiroyli. Soatiga 30 kilodan boshlab 50-60 kilogacha ham chiqaraveradi. Toshi ham borda ichida endi. Hali aralashma yem bo'lgani uchun toshi ham bo'ladi. Dakellar demida bu. Mana. Mahsulotimiz ko'ringlar, semichka bor. Oqshaq ko'rinyapti. Makka, bug'doy bor. Yana qizil mana nimalar nima deydi, mana ular nimaligini bilmadim. Ha? Semichka, ha. Bu siqqina chiqyapti yemimiz. Qo'lda shu bo'lmayapti o'zi. Chiqarishi o'ta tekis. Remen shkifli. To'ldir so'raadi. Ovoz degan narsa yo'q, xudo xolasa. 200-203 ko'rsatyapti svetimiz. Mana ishlashi. 220 ni ishlashi kelar. Oh, sıkına. Hop. Yemimiz tugadi. Endi bitta eksperiment o'tkazamiz. O'chirib turib, buni hozir tezligini soatiga qancha chiqarayotganini video qilib ko'rsatamiz. Taroziga tortinglar uni. Pustoyda mana tog'orani. Ichida yemi bor ekan, mayli. Hech qilmaydi. Tak. 2 kilo 800 tanani bosamiz. Buni yemni olgan qaytarib chiqaraveramiz shuni ham. Boshqa donamiz qolmadi. Hop. Qo'yamiz. Bizga hozir kerak bo'ladi soat, sekundamer kerak bo'ladi. Videoni uzmaymiz, sekundamer bormi? Olsa olib kel. Tak. Hop. Buni instruksiyasini tushuntirib o'taman. Granulyatorimizga yem solayotib turganda oz miqdorda какой-то bir 50 gram solib turib yurgiziladi. Чтобы xalasi aylanmasligi uchun. Ana undan keyin chiqarib turgandan keyin roligini o'sha kallasigacha, masalan, mana roligi g'ildiragicha qizib olguncha bir 2-3 minut mana shundan oshirmay turiladi. O'sha 2-3 minutdan keyin yem qizib olgandan keyin, o'sha matrisa qizib olgandan keyin
ko'paytirib borilaveradi va bir 5 minutlardan keyin to'ldirib solsa bo'ladi. Xo'p, endi bizda sekundomer bor. Qani boshladik. 1 minutda qancha yem chiqarsa bo'lar ekan? Bismillah. 1 2 3 ketdi. Tog'a. Hozir o'rtacha hisoblaymiz buni. Qirq 42 bo'ldi. Kamera solib turavergan, hozir 50 sekund bo'ldi. Bo'ladi, to'g'ri. Bo'ldi. 1 tayyor tur. O'chirasan. 2 3 o'chir. Bo'ldi. Endi qo'yamiz. 2 kilo 800 tara turibdi. Hop. 1 kilo 650. Hop, 1 kilo 650. Endi kalkulyatorga urib beraylik. 1 kilo 650. 1,5 kilo deylik. Hop, 1,5 ni ko'paytiramiz 62. 1 minutda 1,5 kilo, 60 minutda 90 kilo. Hozirda o'zida mana shu stanok 90 kilo yem chiqaryapti. O'rtacha. Endi biz buni 30 kilodan boshlab 50-60 kilogacha yem chiqaradi deymiz. Buni sababi nimaga? Nimaga bunaqa kam aytasiz desa, 125 diametrli granulyator agar 2,5 mm dan 4 mm gacha razmerda yem chiqaradigan bo'lsangiz, bunda shu eng minimum 30 kilo yem chiqadi. 2,5 mm, 3 mm larda. 3,5 dan 4,5 gacha 50-60 kilo. Endi 4 dan uje 8 mm gacha bo'lsa 60-80 kilo. Lekin biz o'rtacha hisobda 50 kilolik granulyator deymiz. Sababi hamma har xil razmer zakaz qiladi. Kimdir jo'jaga razmer zakaz qiladi, kimdir baliqqa, kimdir molga, kimdir qo'yga. Bu endi yumshoq yemda, misol uchun donli mahsulotda hisob kitob bo'ladi. Agar bunga hashay mahsulotlari qo'shiladigan bo'lsa, misol uchun bedami, yantoqmi, misol uchun yer yong'oq palaymi, ana unda chiqarish tezligi yana 40 30, 60 shuna bilan o'ynaydi. Shuni hisobi bilan biz o'rtacha minimum kilosini aytamiz. Mana hozir ko'zlaring bilan ko'rdilaring. 90 kilo o'rtacha yem chiqaryapti, balki 100 kilo chiqarayotgandir. Endi shuning uchun biz 100 kilo deya olmaymiz buni. Buni razmerlari har xil bo'lganligi uchun 30 kilodan 50 kilogacha yem chiqaradi deymiz. Shuning uchun bu granulyatorimiz o'ta byudjetli. Hozirgi kunda narxi $600, ya'ni 7,5 million so'm примерно narx chiqyapti. Svetimiz 223 ga chiqdi. Hozir ichida jinda yem qoldi, shuni yurg'izamiz. Mana ichida yem turibdi, yurib ham ketdi. Uncha nagruzkani motorimiz ko'taraveradi. Motorimiz Zavadskoy yangi motor. Atelier Xitoydan olib keltirganmiz. Samazashtalari bor. Nagruzkada samazashni tashaveradi. Agar bu tashasa, motor to'xtab qolsa, keyingi safar ishlatganingizda avtomat yonmaydi, faqatgina qizil knopkasini bosib qo'ysangiz, keyin ishlaydi avtomat. Ungacha ishlamaydi. Shu tarafdan motorimiz himoyalanganligi uchun kuyib qolish darajasi pasti yo'q. Hali misol uchun bu stanogimizdan juda ko'p sotganmiz, bilmayman sanoqini, lekin birortasida motor kuymagan. Faqat ehtiyotsizlik oqibatida shu metal, bolt, gayka, sim shuna mahsulotlar tushirib yuboradigan bo'lsangiz, matrisa roligi sizga qimmatga tushishi mumkin. Kimga shunaqangi mini granulyatorlar yoki mana 300 kilolik, 500 kilolik, mana 1 tonnaligimiz sotilib kraska tayyorlayapmiz. Hozir boshqatdan chotka qilib, kraska qilib termizga chiqarib yuboramiz. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.